Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Aldirashlam bir naq maydon qo'ytay deb chiqib qoldim. Shu tunugungi ish, ya'ni restoran voqeasi. Restoranda Xitoylarning tamoq yeyish voqeasi bundoq aytganda. Uning Burhan o'z tushuntirishini beribdi. Burhan naq maydonga chiqmadi. Shuning bilan bu ish biroq tushuntirilgan ba vaqasi, yo'q vaqasi yo'q bo'lgan bo'ldi. Endi men bugun nimishga men hozir chiqib gaqilyapman deganda, bu tunugungi vaqalar emas. Mushu oshxonada Xitoylarning oshxonaga kirish masalasi, ya'ni butun shu jiq oshxonalar Uyg'urning uchun, jiq oshxonalar asosan Xitoy uchun mulozimat qildi. Hammasi degidek Xitoyni, pulni Xitoydan topmasa qanday qilamiz deydi, Kanadadami shu, butun dunyoning hamma yerida shu. Endi bunda deganim, bu oshxonalarning hammasi, Uyg'ur oshxonalarning hammasi Xitoy uchun ishlaydi, Xitoy bilan ishbirligi bor, Xitoy xizmat qildi deganim emas. Lekin mushundaqlari bor. Aniqlanba jiqi Xitoy uchun ishlaydi. Nimishga desa, Xitoy konsuli boshqa davlatlarda ishbiyonlik faoliyatlarini olib bordi va bu ishbiyonlik faoliyatlarini mushunda oshxonalarda chandurmaslik uchun bo'lmamış Uyg'ur oshxonalarida jiqaroq olib bordi. Uning ustiga Uyg'urlardan uchur to'plamoqchi bo'lsa, shu Uyg'ur oshxonalari orqali shu yerdan, ya'ni intelligence gathering deydi buni. Shu yerdan to'plamasa, nereden to'playdi? Xitoyga eng oson uchur to'playdigan yeri shu Uyg'urlarning oshxonasi, Uyg'urlar to'g'riliq uchun. Shuni nurg'un oshxonaning egillari bilanmi biz seni bayqilib yetimiz, mishadi bizga sening oshxonangda sen kim kirdi, kim chiqdi, kim bilan yaqin, kim o'tirib kimlar nima gaplarni o'zaro deyishdi. Mushuningga sen o'sha adam soldi, mushlarni bizga ma'lumot berib tursang oshxonangdan. Biz seni anda bayqilib yetimiz, manda bayqilib yetimiz deb takliflarni bergan oshxonalar bor. Hatto bunda taklifni rad qilgan, shu oshxonani shuni qilmaymiz deb ochmagan, ashunda oshxonalarni men bilmayman. Shunalarmi borchu. Uning ustiga men Kanadaning investigative jurnalistimdir, tadqiq qiluvchi, tekshirib tadqiq qiluvchi jurnalistlarim. Mushu Xitoylarningki ishbirlik operatsiyonlarining hammasini harakatlarining hammasini mushta bir kuzatib qolganda bular mushu diplomatlari Xitoyning o'ziga uchur to'playdigan qushqashlarni, ishbiyonlarni, ashundaq maslahatlashadigan yerlarni jiqini oshxonalar deb olib bordi ekan. Hatto men burun Kanadada bir ishbiyonni tutib olgan. U menga o'z og'zi bilan ma oshxonaning xo'jayini meni Tongshanxuy qurgan xotin deyuchi. Mush oshxonaning xo'jayini meni men o'zimning kimligimni demay turib, notunish birisi bo'lib turib telefon qilganda, uningga telefon qilib yenkagan o'quvchi bo'lib turib, uningda yordam so'rab, ashta telefon qilsam, u xotin meni bilmagandikin. Ashta deganti. Mushu biz Tongshanxuyning a'zolarimiz bor, hozir a'zo bo'lsangiz bo'ldi. Palanikamning oshxonasiga keling, biz ashada ko'rishimiz, vayjobu deydigan u konsulni ular. Biz shu vayjobuning ko'rishmalarini asosan ashada qilamiz deb oshxotin o'z og'zi bilan oshxona degan. Keyin u oshxonaning egisi bilan so'qishib ketgan mush Kanadadachi. Uma bamishadgilar bildi hammasi. Uningdan hozirmi mushu Kanadadagilarmi? Kanadada necha oshxona bor, men hech qaysiga bormayman Uyg'ur oshxonaning. Hatto ismini oshxonasining ismini uqmayman-ku. Nima qilib e'lon ishlab, shu e'londa kutkuchi Uyg'ur xotini, kutkuchi xotinmi? Xitoyning og'ziga, o'tgan Xitoyning og'ziga cho'kida kavapni sap qo'ydi. Oshunda e'lonlarni ishildi. Mushu oshxona ichayotganlar men og'zimni hozir bek ochig'im kelganda, men og'zimni buzib etmay, bek o'zimni tutib olib gap qilay dedim, men qatti mushtabda og'zimni buzsam baksat buzib yetib qolmam. Sening ayada vatanda Xitoylar bor, uylaringga kirib yetib olib bordi. Erleri kirib ayada qizlaringga, onalaringga bosqinchilik qilyotdi ayada vatanda, men Uyg'urning. Ozroq men vijdonim, men ozroq g'urur degan bir nima bo'lsa, men sendek millat dunyoda yo'q. Men Uyg'urdek millat, manda lafzi millat dunyoda yo'q. Oxirni kirib oldiga taqsir bilan tamoq qo'ymaydi. Bu degan biznes, bu degan savdo, pul topmiz. Pulni boshqa yerdan topolmamsa aqasan. Sen pulni och qoldingmi senqa? Och qolsimi qilmaydi boshqa millat bo'lgan bo'lsa, uni desa u degan xalq, sivil, u hukumat bilan aloqasi yo'q, bizga qirg'inchilikni hukumat qilyotdi. O teshidik Xitoylar bizga kirolmagan. Teshidik Xitoylar senga kirolmadi, Sharq Turkistonga to'g'ri bo'pti, bu Kanadadagi Xitoylar yoki Turkiyadagi Xitoylar kelib tamoq yegan bo'lsa, bo'ptimi deyli. Lekin ash Xitoylarmi, ash CCP uchun, ash o'zining hukumati uchun xizmat qildi. Sen uchun xizmat qilmaydi. Sening oshxonangga kirib, Uyg'urlar to'g'riliq uchur to'playdi. Balki uning uchunki ba'zilar to'plamaslik mumkin, sayohatchidir, odatli xalqdir. To'playdiganlarimi bor? To'playdigan, to'plamaydiganni qanday araysiz?
Sizlar şuna bu aşxana aşqanlar, bu mama Türkiyədikiler biz o adətlik xalqını kirmə desək aşxanımızı rasistlik qıldı da hökumətə çaqsa taqıb etdi deysizlər ki. Sizlar aşxana içishdən burun hökumətə aşı şərtini qoyunlar. Nemişki deyənməysizlər. Nemişki bular bizə qırğınçılıq yürgüzüyatdı. Bular üstümüzdən uçur toplaydı. Yəni intelligence gathering qıldı. İşbiyonluq hərəkətlərini məşunda aşxanalara kelib başqa Uyğurların uçurlarını mənim aşxanamda toplaydı. Bu başqa Uyğurların bexətərligi üçün mən buların kirişini xalamayman. Bu özümüzni qoğdaş üçün ular bizə threat, ya təhdid ma kirvatqan Xitay. Şuna mən buların kirişini xalamayman dağlar. Bu sizlərinin haqlıq. Muşta deyiş arqılıq özünlərini qoğduşunlar Xitayını kirgizməsliginlər gerek. This is nothing to do with the racism. Bu rasistlik bilan hech qanday aloqasi yo'q. Bu haq bizga təhdid. Kirgizmayman dağlar. Nimdə bu Xitayını kirgizməsək, nemişki biz davamlı anı qısaq haq munda deb qalsa bulmaydı. Mani qısaq haq munda deyitken, oy nemişki özümüzün haqlılıqını qoğdayamaymiz özümüz. Nemişki haqni oturğa çıqaramaymiz. Muş Xitaylar əşəyə uçur toplığını kirdi. İniqli ba. Çünki bu isbatlanıb mı çıxdı? Muşu toğrusida report yazgan, Sam Cooper mı report yazdı bu doğurdu Kanada'da? Report yazganlar mı ba? Hatta kitap yazgan ba Avustraliyada. Muş aşqallarının nemiş qıldığanlıqları, Xitayның muşta işbiyonluq hərəkətlərini qanda orunlar dep bardığanlıqları, kommentiylarının uçurlarını qanda egəlləydığanlıqları doğrusida. Xitayның işbiyonu həmmə yedi ba. Aşxananızga kirib o'tdagan bo'lsa, Xitoy shu yerda uçur topildi deganga. Endi men Burhanning vaqasiga kelaylik. Burhan tunugin bravo. Oldiga keliblam taqsini itibdi. Ma Uyg'ur vaqo bir tal cham metib baxmi deya Xitoyga, mundam da to'pis tegib qolgan chamma metib baxmi dedi. Shunda o'ttirib qirg'in qilyotdi. Bu Xitoylar vatanda uylarimizga kirib yetib ilib, etnik unity mana biz millatlar ittifoqligi ikki millat bir-birimizga bek amroq. Billa tamoq yeb, billa uxlaymiz deb ko'rsatsa, aşxanamızga mı kelib, mana müşahidi yavrumiz mana bularning aşxanalarida billa tamoq yeb, Uyg'ur Xitoy o'tiribdi. To'yga kelgan Xitoydan ka, tunugun nima kelgan ka. Amana to'ylari va yadimi bakada. Sizni, ma Uyg'urni atashviqatini qilib birdi Xitoyning-chu, ma millatlar ittifoqligi mana bularninki qirg'inchilik bo'latdi, Uyg'ur bilan Xitoyning o'tirisida problem bor degan narsa yolg'on. Bu xalqi bizni yaxshi ko'rdi. Biz shunda mana bizni aytib rohat yaxshi yashayapmiz. Bular bilan harmoniyalab deydi-ku bu Xitoylar. Buna aytib inoq ittifoq yashayapmiz. Mana chet eldimi biz bularning oshxonalarida tamoq yeymiz, bular bizningki deydi degandakchi. Bu shunda tetiqsiz tashviqotini ko'rsatib, ma qirg'inchilikni yolg'onchiga chiqirdi. Ha, yolg'onga chiqirdi, ma bo'layotgan qirg'inchilikni yushirdi vaqtda. Siz shunga bilib bilmay to'p qo'shatsiz. Siz oshxonamni taqvitamiki, buni bizni rasistamiki, voy siz nimaga qo'rqsiz? Tahdid, yerni uchur to'plig'ini keldi ayaga Xitoy. Siz rasist emas bu yerda. Rasist bo'lmaysiz siz bunda deganga. Dan polisda aşxanani qurgan vaqtida chaqirib munisipal hukumatga dan bir shart qilib yozing. Mening aşxonamga Xitoy kirsa bo'lmaydi deb. Anadagi ashni ishga chaplab qo'ying. Uningga Xitoy ariz qilganda hukumat agipangizni deydi berib. Nimishki deyolmaysiz buni? Rostqo Xitoyning ashada ishbiyonlik qildigini, uchur to'playdigini rostqo. Rost bo'lmagan taqdirda men qanday ishni men bularga davomli bizni Uyg'urlardan uchur to'plab Xitoyga yo'llaydigan tursa, bular ishbiyonlik qildigan tursa, men qanday ishni deyolmaysiz? Turkiyada shunday jiqqo. Qaltısı şunda jiqqo. Aşxanalardan tapıdı. Aşxanaga kirib o'tag'izib qo'ydi texa qalçılarına. Aşında yerlarda ko'rishidi. Xitoy kirmisin deysiniz, Xitoyning qalçılarımı, ishbiyonlarımı keyin qo'rqib kirmaydigan bo'ldi aşxanaga. Ma aşxanadan uchur to'playdiganimni bildik ya. Ma xalqning gapiga quloq solsam, uning buniga qarab meyada tintanglik qilsam, ma chinib qolmasin debchi, am azroq titraydigan bo'ldi qalçı ishbiyonlarımı. Xitoylarmi anda erkin ozodi qilib ketamaydigan bo'ldi. Oy bu rost olsa men öz quluqim bilan angladım aşxanani aşmay taqib etganlarni berib degan tursa seni millionlar qilib etimiz, seni anda boy qilib etimiz, manda boy qilib etimiz. Sen faqat bizga mishaga kimlar kirdi, kim bilan kim yiqini o'tdi, nima gaplarni deydi, kirgan odamlardan hasa uni tonisang, uning oilasi nima ish qildi, uyiga pul nerdan keldi, nerda ishlaydi, qanchalik pul topadi, qanchalik bolasi va salomatligi qanday, mushunda uchurlardan tatib uninkini ko'chalab tepada aytgan Xitoy shu. Oshta uchurlardan tatib men yig'dim. Chunki aprib bir kun bir yeringizni tutib olma deydi Xitoy. Bu Xitoyni unda qilayotgan yag'anma xabarlarga chiqdi-ku, bu isbotlami jiqqo Turkiyada eng jiqqo Xitoy g'alchilik qilib uchur to'plab berayotganlarning ishi. Oshindaqlarning ishi oshxonada eng oson bo'ladi, uchur to'plash. U xalqni yeniga berib ishga odam gap qilvasi gapini anglag'ini olmaydi. Oshxonada o'tdasingiz eng oson anglaysiz, eng oson bo'ldi. Shuni oshda yerda qiladi. Ammo unda ma pul topimizda bu g'alchilik qilayotgan oshxona xo'jayinlarimi bor. G'alchilik qilib Xitoyga ishlaydigan, Xitoyga ishlab ashadi. Kim kirsa mushu bo'pti deb Xitoylarning taxsini oldiga kelib mehmon qilib. Ay sening xotularingga bosqinchilik qilyapti-da bu Xitoy. Uyang kirib yetib olib bordi seniki. Ay seni ish kirib olsang, ma Shinjonglik deb taksiga chiqamaydi hozir. Uyg'ur mavu deb.
Yataq bəməydi Uyğurlar marasqı. Sən nima aşxananı bilsə, aşxanı senin. Sən nima aldığın mülazimət qıtdamaq əkipirsə ovqatınki. Vay lavzılar. Mən tıllamay deyəndə mən ağzımda sətkəb çıxdığım bu. Vay sən xəq bağı ədəm eməskənsə. Muş aşxana aşqan birini bilə senin pulunğa, hə? Yəni bijini məngə, mən ağzımı buzuyday. Aşxana içi bunu həmminlarını deməyətməm aşxana aşqanlarının. Həmmisi onda əməsdir. Hətta Xitayını əkilib aşxanasında işlətgən aşxana aşqan Uyğur var ikən. Kaliforniyanın nemidi? Hazır mən unutub qaldım ismini. Alhambra degan ko'chasida 799 vali Alhambra degan yerda Dolan restoranida bir oshxona bor ekan. Meni bu 2-3 do'stim Nachapning oldida basa ishlagan. Ichidan birdamdikin bir shundan mang'lurchiray Xitoydan birisi chiqibdi, oshxonaning ichidan chiqibdi tamoq yetadigan yerdan. Shunlar kutkuchi boldim, ma kim bu Xitoy chiqyapti, buni chiqib o'tiribdi, ustalda-chu tamoq chekib dam olib o'tiribdi ekan. Voy, mana ichidan ma Xitoy chiqyapti, kim u deb so'rasa, umshat ishlaydi bu degdak. Bu Xitoy ishlamda ishlada saat tamoq yetadi deb ishlatdi. Xitoyda bu tamoqlarni deb yegan tamoqqa o'p ketdim deydi, meni do'stim, ko'nglim ilishib ketdi tamoqqa deydi, yegan tamoqimga deydi. Desa Uyg'urlar bu ishni qilmoqda, Uyg'urlar bunda ig'ir ishlar qilmaydigan desa, ishchi ishlar ig'ir tursa deydi. Nima tetiqsizlik bu? Sen adam topolmadingmi? Meksikalikni ishlasang olmamda Amerikada, ha? Adam topolmagan bo'lsang, sen Xitoyga kelib ishiltib, ichida Xitoy borligini bilmay qancha Uyg'ur ashar tamoq yeb ketganda, qancha musulmon yeb ketganda, meynat Xitoyning manqisini ichidga, o'shda yegizdingmi o'zingning millatiga voylavzlar. Muşunda mazmaqda ma aşxana aşqan birini bilə bağı, həmmisi ötəb ketgan toxup-poqu birini bilə. Həmmisi demək, muşunda Xitay işləydigan qalçıları ötəb ketgan toxup. Pulunu dəb bağı anımansını sitvat gedək maxaqqa. İlği özünün milletiga. Bək açığım kep ketdi, nervam ilgir ekan qodanışıb ketdi. Ətigan ma nima? Kebracım degan adam bilan əplişibdi o. Unda Burxan o adam o Xitayga chaqqınni taqsini bilmay xapıb demiş. Burxanga anglasam şunu olam. O adam bilməyənkin uquşmaslı qopdu deb bular əplişibdi. Tamam, o adam o bilməbdi. Ətigan balıstif vurubdu mağa. Hədə, müştə siz tünəgün bizni qalça palampıstan deb inkas yezibsiz. Şuna mən sizə ilmi bir düşəndir qoyay degan deyimdi. Şuna bu işnin nər ilmi yaqılğan nər var bu işnin dedi. Desəm şu deydi. Ya mən sizə ilmiyə qılğandıkən siz ilmiyə mənim düşəndirişimni anlasınız deyə. O dadam yaxşı adamdı, falanca yaxşı adamdı deyə başdan. Ay, fikam hikayə anlamayma dedim. Yaxşı adam bolğan bolsa, dadınız yaxşı işlərini qılğan bolsa, burun qılıbatqan bolsa, onun savabını Allah verdi. O başqa. Siz qılatqan bolsanız, onun savabını Allah verdi. O başqa. Amma ma iş başqa. Aşxananlar Xitayına kirgin rasma, sən hə Xanzular kirib gədə. Xanzu Xitay emasmı? Sən yaxşı Xitay kirib gədə. Nə Xitaydan Xanzu demədi. Rasma sən rastaydı. Kirgin rasmıkən, Burhanның Xitayını görüb təqsin çaqqın rasma, sən rastaydı. Təqsin çaqqın xata mı, doğru mu sən? Xata demiş ki, bizdən təqsin çaqqıdkə berib noçuz Xitayını durmuş qoysunmam deyil. Senin bir tal təqsin çaqqan sizin işiniz ağır getdi mi? Mən bolsam həmmə təqsanlarını çəqqoy tutdum dedim. Şuna mı? Desəm, ya gəp o təqsid emas, üyəyə nemişki toy bularsa, töyüznəç adam kirsə, qalayımqan çıxırıb, uyad undaq qısqanda oldu deyə başlayır. Aşağı töyüznəç adam toy bulardıqamız, aşınçılar cıq Uyğur bar restoranki aşın. Menin kallamda ötməyini aşağı kirib otdasa, aş 5 Xitay. Ay Burhandan başqısı, vay oğul var ki ya Burhan, verib təqsin çıxıbdı. Mit qınmabdı, başqa Uyğur köməbdi, şunu. Tövbe Xudayım, yaqam tuttum mən. Bizning millat manda bo'lib ketgan bo'lsa, manda normal bo'lib ketgan bo'lsa, manda ta'sir qilmaydigan bo'lib ketgan bo'lsa, bizga hech narsa bor, ammo o'zimizni qo'g'dashni bilmagan bo'lsak, bak ishimiz tasga bizning. Bak umidsizlandim men. Manda bo'lib ketmaylik. Bunda vijdonimizni ishtatlab ketmisin bizning. Pul degan tepildi. O tepib-tepib o dunyoga ektanmaysiz o pulni. O siz topgan pul bilanmi bolangiz o'zining aqlomisi bir ish qilib beyibmi ketanmaydi o kelgusichu. Unda pulni Berkitimi bo'lmaydi mən sizga deb qo'yay. Tamoq Uyg'urning tamoqi. Uyg'urning kulturini, tamoqini setib pul tepatsiz. Uyg'urning tamoqini, kulturini setib Xitoyga unda g'alchilik qilib, oshda Xitoyning og'ziga kabob sap qo'yib, ma Kanadada Xitoyning og'ziga kabob sap qo'ydi-ku, oshxon. Nima? Ismini unutib qoldim hozir. Bildoyimizchi ismini demasammi? Ismi ajab ism kamda chiqib keltirdim. Shuniki, ma terik kesam bir gaplarni unutib qolmaman. Aşınınki ağzı kavasap koydu o bir xotun aşağı işləyən. O xotunun tanımayman ki, ismini bilməyman ki. Aşı Guangani ilanını işildi yaşıcı, işləb aşını taqatdı. Aşında ala, aşda Xitay qalçılıq qıldığalla, anda o Kaliforniyadakı Dolan degan. Xitayni aşxanası işlətdiğən aşında ala, ma anlap qoy. Sən ma xaq Uyğurның tamaqını setib, ma Uyğurның kültürü bilan tepatsan ma pulni. Bunda Uyg'urning kulturini setib Xitoyga xizmat qiladigan ishon bo'lsa, bizni manipulate qilib baqo. Ey, o'zing tamoq ijod qilib sat.
ismini Uyg'ur demay boshqa bir nima qilib sat. Ma Uyg'urning tamog'ida onaning haqqi yo'q. Setib, yana Uyg'urni xar qilib Uyg'ur uchun nima? Uyg'ur uchun ta'tirsiga, Uyg'urning manfaatiga zid ishni qildiganingga. Uyg'urga qarshi ishni qildiganingga, Uyg'urning manfaatini setib. Achchig'im jab keldi.